Jangchilarni oshini yemabsiz, demak aniq bilaman siz Sobirjonga kelmabsiz. 8 ta terma jamoani ichida mana shu akalar, ukalar birinchi o'rinni olib, Sobirjon qishlog'iga mana jangchilar nomi bilan osh tayyorladi. Sobirjonda juda katta bayram. Sobirjon xalqi juda qadimiy xalq bo'lib, qaydan bunchalik ko'payib ketgan o'zlari ham bilmasa kerak menimcha. Har yili futbol musobaqasi o'tkaziladi. Har yili futbol musobaqasida chempion bo'lgan mahalla, chempion bo'lgan yillar mana shunday osh qilib, butun xalqni, butun Sobirjon xalqini yosh va kattasini mehmon qiladi. Hozir men sizga aytsam ishonmaysiz, mana shu choyxonani bu tomonida hammasi to'la. O, anaqada ham. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Sobirjon futboli mana shunday yaxshi, zo'r futbol. Ayniqsa yigitlari, ayniqsa. Mana yigitni taniganlar bormi? Mana shu yigitlar. Sog' bo'linglar.